Assalomu alaykum. Men Azimjonova Dilafruz Shavkatbek qizi Andijon davlat tibbiyot institutida birinchi farmatsevtik fanlar kafedrasi assistentimman. Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutida mustaqil izlanuvchi sifatida faoliyatimni olib boryapman. Meni dissertatsiya mavzuyim mahalliy xom ashyolar ta'sirida tinchlantiruvchi ta'sirga ega bo'lgan biologik faol qo'shimcha tarkibi va texnologiyasini ishlab chiqish deb nomlanadi. Demak, dissertatsiya ishimni asosiy maqsadi shundan iboratki, aholiga tinchlantiruvchi ta'sirga ega bo'lgan tabiiy dorivor giyohlardan tarkib topgan biologik faol qo'shimchani yangi texnologiya va tarkibini ishlab chiqish. Bu mavzuga qo'l urishimizdan asosiy maqsad shundan iboratki, davlat reyestrini demak isloh qilganimizda, tekshirib olib borganimizda shu 5 yil davomida ma'lum bo'ldiki, bizga asosan tinchlantiruvchi ta'sirga ega bo'lgan dorivor preparatlar va biologik faol qo'shimchalar faqatgina xorijiy mamlakatlardan keltiriladi va mahalliy xom ashyolar ta'sirida demak asosida ishlab chiqarilayotgan biologik faol qo'shimchalarga talab yuqori. Aholi o'rtasida asab kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni ko'rsatkichlari baland bo'lganligi uchun ham aynan shu dissertatsiya mavzusiga qo'l urganmiz. Asosiy dissertatsiya mavzuyimizni obyektlari bu dorivor o'simliklar, bulardan demak yalpiz, bo'lana mevasi, tog' rayhon, ivan choy va shandra o'simligini tanlab olganmiz. Bu o'simliklar tarkib jihatidan demak asosan tinchlantiruvchi ta'sirga ega bo'lganligi va boshqa preparatlar va biologik faol qo'shimchalarning tarkibida bu tarkibli preparatlar yo'qligi sababli aynan shu preparatlarni demak dorivor o'simliklarni tanlab olganmiz. Ushbu dissertatsiya mavzuyim asosida demak tayyorlangan biologik faol qo'shimcha kelajakda nevroz kasalligiga uchragan, asab kasalligiga duchor bo'lgan bemorlar, nevrosteniya bilan og'rigan bemorlarda yaxshi ta'sir qilib va kompleks natija ko'rsatadi degan umiddaman. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring, sog'lig'ingizni asrang.